Assalomu alaykum do'stlar. Oldingi videomda aytib o'tganimdek, bugun sizlar bilan Taobao'dan qanaqa registratsiyadan o'tish va tovar sotib olishni ko'rib chiqamiz. Ketdi. Hop, demak, Taobao'ni birinchi bo'lib skachat qilib olishimiz kerak. Buning uchun biz App Store kiramiz. iPhone bo'lsa App Store, bo'lmasam Play Marketdan skachat qilib olamiz. Mana kirganda, hop, Taobao deb yozamiz. Mana o'zi chiqarib berdi. Hop, bosganimizda mana mashinasi Taobao. Bu yerda har xil magazinga chiqib kelishi mumkin, lekin mana imенно shu. Hop, buni skachat qilib olamiz. Demak, skachat bo'ldi. Endi buni bularni bosamiz, разрешить qilamiz. Hop, o'zi so'raydi mana. Hammasi Xitoy tilida bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin. Taobao'ga kirganda birinchi bo'lib bizdan telefon nomerini registratsiya qilishni so'raydi. Обязательно, masalan, hozir bu yerda tovar tanlamoqchi bo'lsak, bizdan nomer so'raydi mana. Biz nima qilishimiz kerak? Bu yoqqa o'zimizning nomerni kiritamiz. Demak, bu yerdan O'zbekistonni kodini topib olamiz. Hop, demak, pastroqqa tushamiz. O'zbekiston mana pastroqda ko'rinadi. Mana 998 O'zbekiston. Xitoy tilini bilsangiz, mana O'zbekiston deb yozib qo'ygan. Agar bilmasangiz, mana +998, ya'ni O'zbekistonning kodi. Ustiga bosamiz. Telefon nomerini kiritamiz. Demak, kiritganimizda bizdan so'raydi. Xavfsizlik uchun bizdan telefonni chexolning ustidagi barikni so'rayapti, tanlashimizni. Keyin hammasini tanlab bo'lganimizdan keyin mana o'sha ekranda yo'q bo'ldi ular. Отправить. 5 minutes later. Hop, demak, mana registratsiyadan o'tib oldik. O'tganimizdan keyin endi bemalol tovarni ustiga bossak bo'ladi. Masalan, mana shu oyoq kiyim ustiga bossak, mana bizdan registratsiya nomer so'ramayapti. Chunki o'sha biz o'tib bo'ldik. Hop, endi tovar qanaqa tanlanadi, uni qanaqa qilib sotib olish, shunga o'xshagan joylarni ko'rib chiqamiz. Masalan, mana shu oyoq kiyim ustiga bosadigan bo'lsak, mana bizda rasmlari, modellari chiqib keladi. Men uni tanlab ko'rsak bo'ladi. Hop, pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana buni narxi 207 yuan, endi bu Xitoy pul birligi. Pastda mana ko'rsangiz bo'ladi, mana 0.8 sent, 1,5 dollargacha. Ya'ni narxlari shunaqa o'ynar ekan. Hop, pastroqqa tushadigan bo'lsak, tovar tanlayotgan eng nima deydi? Kulminatsiyasi deydi-yu, mana shu otsifr bo'ladi. Sizlardan iltimos so'rab qolardim. Hech qachon mana tovarni mana shu chiroyiga qarab turib yoki shu ko'rinishiga qarab turib zakaz bermaslikni. Chunki shu ko'rinishi bo'yicha kelmasligi mumkin tovar zakaz qilganingizda. Shuning uchun tovarni otsifriga qarab turib zakaz qilgan yaxshi. Mana shu tugmani bossangiz, ustiga tovarni sotib olgan, ya'ni 400 tadan oshiq odam mana otsif qoldirgan, ya'ni shu mana tovar sotib oldim, qanaqa kelgan, yaxshimi, yomonmi, shu haqida otsiflar qoldirishgan. Ko'pchilik mana rasmiga qarab turib tanlaydi. Ya'ni mana ko'rganimizdek tovar ko'rinishi, ya'ni narxiga yarasha ko'rishimiz mumkin. Ya'ni real odamlar sotib olgan. Buni bemalol ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni ishonch hosil qilgandan keyin bu tovarni sotib olsak bo'ladi. O'shaning uchun otsifga qarab tovar zakaz qilsak yaxshi bo'ladi. Eslatib o'tamiz, hech qachon tovarni ustiga qarab yoki ko'rinishiga qarab turib zakaz qilmanglar. Iloji boricha shu otsifri ko'p, reytingi baland magazinlardan zakaz qilsanglar, tovaringlar ishonchli keladi. Xo'p, yana ko'rib chiqamiz. Masalan, mana shu Zarani ko'radigan bo'lsak, mana reytinglari ham yaxshi. Mana 10 tomonda mana shu joyda 1000 tadan oshiq sotilgan shu sumkamiz. Bu yerda mana rasmlarni ko'rishimiz mumkin, qora rangini. Mana 300 dan oshiq otsiflar qoldirilgan. Ya'ni ko'rib chiqamiz. Mana masalan, tovarni kачествоsi qanaqa. O'rtacha normalniy bo'ladi. Endi modani tushunadiganlar bittada ajratib oladi buni. Ko'rishimiz mumkin.
asosiy jihatlari tovar tanlayotganda shu. Masalan, bizga qanaqadir tovar kerak bo'ladigan bo'lsa, Taobao yana bitta yaxshi funksiyasi, masalan, mana shu rasm orqali qidirish. Ya'ni shuni bosamiz, bu bitta tovarni, masalan, mana shu ruchkani qidiramiz. Mana avtomatik bosib o'tirish shart emas, o'zi mana tanlab oladi. Ya'ni rasmga olib chiqarib beradi. Mana shunga o'xshagan ruchkalar hammasi. Demak, olgan rasmimiz bilan deyarli bir xil ko'rib chiqsak bo'ladi. Masalan, mana 1000 tadan oshiq odam o'tib qoldirgan. Demak, bu magazincha ham ishonchli, ham o'tiflari yaxshi, ko'p sotilgan, mana bemalol sotib olsak bo'ladi buni. Demak, tovar qanaqa qilib tanlashligini ko'rib chiqdik, endi tovar sotib olamiz. Xo'p, masalan, mana shu oyoq kiyimni ko'radigan bo'lsak, sotib olishga kiramiz. Demak, hamma jihatlarni ko'rib chiqdik, bizga yoqdi, o'tiflari yaxshi ekan. Demak, mana shu aranjement tugmani bosamiz. Bosganimizda kategoriya chiqadi. Bu yerda qanaqa rangni tanlaysan deyapti. Mana shu rangini tanlaymiz, qora rangini. Bu yerda razmerlarni tanlash esdan chiqmasin. Masalan, 40-41 razmerini tanlaymiz. Aranjement tugmani bosamiz. Bosganimizda bizdan Xitoy manzili so'rayapti. Tovar sotib olishingizdan oldin sizga Xitoy manzili kerak bo'ladi. Uni olish uchun bizning saytimizga kirasiz, registratsiya qilasiz. Uni ham hozir tushuntirib ketaman. Chunki tovar o'zidan o'zi Toshkentga kelib qolmaydi. Xitoy manzilini qanaqa qilib olamiz? Demak, uning uchun biz Google ga kiramiz. Xo'p, bu yerga Humo Delivery saytiga kiramiz. Humo Delivery. Mana chiqib keldi. Mana birinchi qatorda Humo Delivery sayti. Hop, ustiga bosganimizda ID olish tugmasini ustiga bosamiz. Bosganimizda pastroqqa tushsa, mana bizdan полный данныйlarni so'raydi. Ya'ni ma'lumotlarimizni. Ismga masalan to'ldiramiz. Pasport ma'lumotlari. Telefon nomer. Masalan 897. Oxirida yuborishni bosmang, chunki bizda pasportimizni rasmga yoki rasmi bo'lsa yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Обязательно. Bu yerda загрузиться bossak, bu yerda fayl yuklash chiqadi. Demak, galereyaga kirib давайте qilamiz. Bu yerda faylni yuklayapti, ko'rsangizlar bo'ladi. Mana yuklab bo'ldi уже. Yuborish tugmasini bosamiz. Yuborgandan keyin tez orada o'sha operatorlar bog'lanishadi. Xitoy manzilini sizga yoki telefon qilishadi yoki tashlab berishadi Xitoy manzilini Telegram orqali. Endi Telegramga kiramiz. Mana jo'nashibdi Xitoy manzilini. Skopировать qilib olamiz. Skopировать qilgandan keyin Taobao kiramiz. Mana shu tugmani bossak, bizning profilimizga o'tadi. Profilga o'tgandan keyin настройка значокini bosamiz. Bu yerda xitoycha so'z, lekin mana birinchisini bosamiz, birinchi qator turganini. Mana bossak, shunaqa, ya'ni manzil qo'sh deb chiqib keladi. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Mana aranjement tugmani bossak, bizdan уже avtomatik so'raydi, razрешить tugmasini bosamiz. Bosganimizda, ya'ni shu добавить qilayman deydi, ya'ni qo'shayman. Qo'shganimizda mana avtomatik qo'shiladi, qiyin emas. Bir xilda mana shu ID kod bo'ladi. O'chib qolishi mumkin. O'shani, masalan, qanaqa ID kod berilsa sizga o'sha son yoziladi. Mana. Demak, hammasi to'g'ri. Bu yerda Xitoy manzili va pastida ID raqami +86 bu Xitoydagi sklad telefon nomeri. Aranjement tugmani bosamiz. Bosganimizda mana shu holatda eng to'g'ri varianti qo'shildi. Xitoy manzilini qo'shdik. Umuman unaqa qiyin emas, ko'rsanglar bo'ladi. Yana bir marta kirib ko'ramiz. Mana birinchi qator mana qo'shildi.
Bunga yana adres qo'shmoqchi bo'lsak, bemalol yana qo'shsak bo'ladi. Tovar xarid qilish uchun endi sizga pul kerak. Ko'pchilik so'raydi, Uzcarddan to'lov qilsam bo'ladimi deb. Yo'q, Uzcard faqat O'zbekistonda ishlaydi. Siz to'lov qilishingiz uchun Xitoyga yo Alipay kerak yoki Visa karta. Demak, endi tovar sotib olishimiz kerak bo'ladi. Tovar sotib olishdan oldin bizga Visa kartani programmaga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Visa kartani qanaqa qilib ulaymiz ketdik. Xo'p, profilga o'tamiz, настройка bo'limiga kiramiz. Kirganimizda boshqa boya o'zi ko'rsatdik, adres kiritish, birinchisi, uchinchi qatori belgilaymiz, ya'ni to'lov sozlamalari. Xo'p, bu yerga kirganimizda bizda 4-qatori belgilaymiz. Bossak mana shunaqa o'yin chiqadi, bu yerda 2-qatori belgilaymiz. Xo'p, mana 2-qator chiqdi. Ochib oladi. Ochgandan keyin mana o'sha bu yerda bizda Visa karta, Master karta, Union Pay shunga o'xshagan karta, xalqaro to'lov valyutalarini, kartalarini qo'shsak bo'ladi. Xo'p, endi biz bu yerda karta qo'shishimiz kerak. Mana kirganimizda, ya'ni mana hozir boshqatdan mana bu yerda oranjoviy strelkani bossak, bu yerda chiqib keladi. Bu yo'g'i kartani nomerini kiritishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kartani qo'shamiz. Karta nomer birinchiga kiritiladi. Hop. Bu yo'g'i kartani ism, familiyasi. Ya'ni kimning nomiga olingan bo'lsa, ism, familiyasi kiritiladi. Bu yo'qda amal qilish muddati bunaqa qiyin emas. Ketma-ketlikda to'ldirib ketiladi. CVV raqami, ya'ni kartani bilmaganlar uchun kartaning orqasida yoziladi, ya'ni 3 talik son bo'ladi bu. Ya'ni maxfiy tipi kodi 3 xona bo'ladi. Agar orqasida bo'lmasa, ya'ni Visa kartani orqa qismida bu oldi bo'lsa, bu orqa qismida 3 ta xonali son bo'ladi. Agar uni orqasida bo'lmasa, bank ilovalarida, ya'ni настройкасida ko'rsa bo'ladi. Xo'p, bu yerga CVV ni yozib olamiz. Yozganimizdan keyin mana ma'lumotlar to'ldirildi. Xo'p, bu ko'k tugmani bosamiz. Xo'p, bosganimizda kartani o'rganadi programma. Xo'p, qo'shyapti. Mana hozir qo'shiladi. Agar qo'shilsa mana bunday chiqib keladi o'zi. Karta mana qo'shildi, karta Visa karta mana 4327 oxiri. Demak, karta ulandi. Endi bemalol tovar sotib olsak bo'ladi. Kartani to'ldirib, kerakli miqdorga keyin tovar sotib olsak bo'ladi. Demak, endi tovar sotib olamiz. Bu bitta tovar kiramiz. Masalan, mana o'yinchoqga kiradigan bo'lsa, Labubu hozir trendga aylanib ketgan. Hop, mana kommentariyalarni yana ko'rib olamiz. Qanaqa mana sumkalarga ilib yurishdi. Hop. Demak, menga yoqdi bu tovar demak. Hop, buni endi sotib olishga kiramiz. Qaysi modelini masalan tanlab olishimiz kerak. Buni bunaqa qilib kattaroq planda ko'rsak ham bo'ladi. Yoki bo'lsa bunaqa ko'rsak bo'ladi. Lekin mana ma'lumot uchun, agar mana bunaqa xira bo'ladigan bo'lsa, demak bu sotuvda hozir yo'q. Shuning uchun bizga mana birinchisinigina sotib olamiz mana. Tak mana oranjoviy tugmani bosamiz. Bosganimizda mana tepada mana adreslarimiz kiritilgan. Pastga tushsak, bu yoqda mana birinchi marta endi qo'shganimiz uchun kartani oldindan mana buni bosib qo'yishimiz kerak tugmani. Bosganimizdan keyin bo'ldi, kartani o'zi topadi. Narxi dollarda mana 3 dollar 12 sent bo'ladi. Yuanda ham ko'rsatyapti, 22 yuan. Hop, uni to'lashga o'tamiz. Hop, demak hozir kartani mana shu to'lov o'tdi. Mana shu yerdan bilsak bo'ladi, mana shu joyda 1 bo'ladi. 1 bo'lib, ya'ni zakaz qabul qilinganini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, Taobao 5 ta funksiyasi haqida gaplashamiz va bu nimaga kerak, nima vazifani bajaradi, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi funksiya, siz tovar tanladingiz, razmeri, rangi hammasini tanlaganingizdan keyin to'lov qilishga kelganda fikringizdan qaytib qoldingiz. Shunda tovar mana shu joyda paydo bo'lib qoladi. Ya'ni mana yonida turibdi-ku, bir xuddi shunga o'xshab bu yerda ham paydo bo'lib qoladi. Agar fikringizdan qaytib yana sotib olmoqchi bo'lsang, shu joyda paydo bo'ladi. Ya'ni to'lov qilish kutilmoqda degan funksiya. Hop, ikkinchisi, siz tovar sotib oldingiz.
endi dastavkaga tayyorlanmoqda degan funksiyasi bu. Mana hozir boyagi tovar sotib oldik-ku. O'sha tovarni endi bu yerda dastavkaga tayyorlayapti. Xo'p, dastavka, ya'ni bu yerda sotuvchi qabul qilib, yo'lga chiqargandan keyin mana bu kamazda paydo bo'lib qoladi. Endi hozir bizda yo'q hech nima, shuning uchun bunaqa holatda ko'rinadi. Bu yoqqa o'tgandan keyin track nomer beriladi, tovarga shu orqali tovar kattaligi aniqlanadi va ko'p vazifalarni bajaradi. Xo'p, bu bizani skladimizgacha boradi. Bu funksiyaga kirganda, ya'ni dastavkaga kirganda skladimizga o'sha karta orqali ko'rib tursanglar bo'ladi. 4-tugma bu otsev, ya'ni siz tovar sotib oldingiz, keldi, qabul qildingiz. Sizga masalan qanaqa taassurotlar, shuni otsev qilib qoldirsangiz bo'ladi bu yerda. 5-oxirgi tugma bu siz tovarni qabul qildingiz, lekin sotuvchi boshqa narsa jo'natdi sizga shuni. Shunda siz tovarni pulini vazorat qilsangiz, shu joyda paydo bo'lib qoladi. Ya'ni vazorat qilgan tovarlaringiz hammasi mana shu 5-tugmada paydo bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying, bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun. Bundan ham zo'r videolar hali oldinda. Ko'rishamiz.